Qanday qizlar bilan ishlash sizga muammo tug'diradi? O'ziga bahosi past, ya'ni samotsenkas past, noshukur qizlar bilan ishlash qiyin. Salon sohasida qanaqa qizlar bilan ishlash qiyin deb ko'p so'rashadi. Qovoqlimi, yuzida muammosi bor qizlar bilanmi qiynalasizmi yoki umuman kapriznilik qiladigan qizlar bilan ishlaydi. Lekin men har doim aytadigan gapim, noshukur, o'ziga bahosi past, o'zini chiroyini ko'rmaydigan, Allohga bergan go'zalligini ko'rmaydigan, o'zini go'zalligini bilmaydigan, hammadan norozi bo'lgan qizlar bilan ishlash qiyin deb aytaman. Chunki unaqa qizni ming rozi qilsangiz ham, ming chiroyli qilsangiz ham ularga yoqmaydi. Ular stolingizga o'tirib, hali makiyaj boshlamasligingizdan o'zidan noroziligi, ko'zim qishiq, o'tim qishiq, lekin bunday qilsangiz rosa chiroyli qilsiz. Yo'q, men unaqa chiroyli emasman deydigan qizlar bor. Ya'ni o'zlaridan ko'ngli to'lmaydi. Ishoning, oxir-oqibat u sizning makiyajingizdan ham ko'ngli to'lmaydi. Ya'ni shukuri yo'q, Allohga bo'lgan o'zini shunaqa chiroyliman demaydi-da. Bunda qarasangiz, qovoqli bo'lsa ham, yuzi muammolari bo'lsa ham, aknelari ko'p bo'lsa ham, shunaqa o'zidan rozi bo'lgan, o'ziga to'ygan, o'zini tushunadigan qizlar shunaqa xursand bo'lib ketadi. Lekin shunaqa chiroyli bo'lsa ham, haqiqatan ko'zlari chiroyli, katta bo'lsa ham, rozi emas qizlar, вообще qiynab